akam bilan biza suhbat qilib turibmiz, domla Ismatilla bilan. O'sha odam eshikdan kirib keldi. Assalomu alaykum deb. Xotini bilan. Xotinim bilan. Ha, Farhod, bek yotibdilar, bizlar shundan yonlarida sizlar yonlarga o'tiribmiz, suhbat qilib. Ha, Farhod, keling, keling. Ishtima bo'lmaydi, qo'rmang. Keling, ishtima bo'lmaydi. Odamni otini aytyapti. Ha, aytibdi Farhod deb. Qayerdan biladi u odam? Ismatilla bu. Hali eshikdan kelib salom berdi, hali kirgancha yo'q. Keling, keling, ishtima bo'lmaydi. Keyin ikkovlari kirib o'tirdi, nima qildi? Sizlar biz O'zbekistonda haqiqatan Otin Farhod to'g'ri topdingiz. Nima hali bo'ldi, u ishtima bo'lmaydi. U chaqaloq necha oylik? 30 oylikdan 2,5 yoshdan oshgan bo'lsa, u sud ta'sir qilmaydi. Avvalgi nikoh, ikkoving er xotin bor nima qilaveradi. Hech qanday ikkilanmang. Bola 30 oylikdan oshgan ekan. 30 oyligiga qancha bo'ladi? 2,5 yoshdan oshgan. Ha. Ay, bu hech nima ta'sir qilmaydi. Agar undan yosh bo'lsa? Undan yosh bo'lsa ta'sir qilar ekan sud. Xo'sh. Undan yosh bo'lsa aka uka yo opa singil yoki shunday bo'lib qolar ekanda bir-biriga. Nikoh buzilib ketadimi? Ha, nikoh buzilar ekan. 30 dan oshgan, 2,5 yoshdan oshgandan keyin ta'sir qilmaydi. Boringdan keyin bechoralar ha ketdi, pul uzatilib olmadi, shu ko'rpan tayyor qildi, bir ro'molcha pul. O'sha o'g'ilchasini to'y qildi. O'sha odam o'zbekistonlik. Moshin olib kelib, bu kishini olib borib to'yda o'tkazib, bosh oyoq sarfa qilib yana keltirib qo'ydi. Mulla Hamro'boni. Mulla Ismatilla. Mulla Ismatilla boni. Mulla Hamro'bo ham bormidi shu paytda? Ha, shu borga bor edi u. Shaqa borishganda yaqin. Ana, bu kishilar nima qiluvdi? Qarang, bilimligini, olimligini. Hali u yog'i masala emas, bu yog'i hali kelayotgan odamni ismigacha bilib qo'yapti. Ismigacha bildi. Ichgan sutigacha bildi. Ishtimani. Bu Xudoning bergan ishida. Buxoroga 30 yil o'qigan ikkovlari ular. Abdulla Mahsum 23 yil devdi. Ha, shu. Keyin yana o'qigan. Ha, keyin yana o'qigan ular. Shunaqa deyishadi. Shunaqa deyishamiz-da.